Yelka bo'g'imini eng ko'p og'riqlarga sabab bo'ladigan patologiya bu bo'g'im osteoartritidir. Bu qanday kasallik? Yelka bo'g'imini osteoartriti, omartroz yoki glenohumeral artroz deb yuritiladi. Bu patologiya surunkali avj olib boruvchi patologiya bo'lib, bunda bo'g'imning hamma elementlarida yallig'lanishli, destruktiv, degenerativ o'zgarishlar bilan kechadi. Bunda yelka bo'g'imining tog'ay va boshqa to'qimalarining degeneratsiyasi bilan, og'riq sindromini kuchayib borishi bilan, bo'g'im yuzalarida osteofitlarni paydo bo'lishi bilan va insonlarni hayot sifatini pasayishi bilan kechadigan holat hisoblanadi. 60 yoshdan oshgan insonlarni 15-25% qismida mazkur patologiya kuzatiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, bu insonlar populyatsiyasining juda ko'p qismini tashkil qiladi. Bu patologiyada bo'g'im, tog'ay va subxondral suyak, bo'g'imning boylam apparatlari va bo'g'im sinovial pardasini yallig'lanishi bilan kechadi. Bizga ma'lumki, yelka bo'g'imi yelka suyagini proksimal qismidan va kurak suyagini bo'g'im yuzasidan tashkil topgan. Bunda bo'g'imning sinovial pardasi va tog'ay to'qimasi muhim ahamiyatga ega. Bo'g'im tog'ayi yaltiroq shaffof ko'rinishda bo'ladi. Tarkibida qon tomir va nerv tutamlari bo'lmaydi. Tog'ay to'qimasi tolali karkasdan iborat bo'lib, kollagen ikkinchi tip oqsilini o'zida saqlaydi. Tog'ay to'qimasi 80% suvdan, kollagen oqsilidan va proteoglikallardan, ya'ni gialuron kislotadan tashkil topgan. Bo'g'im sinovial pardasi sinovial suyuqlik ishlab chiqaradi. Bu suyuqlik tarkibida proteoglikallar, ya'ni gialuron kislotasi bor moddalar mavjud bo'ladi. Bo'g'im sinovial suyuqligi quyidagi vazifalarni bajaradi. Bo'g'imda moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Yuqori qovushqoqlik va elastik xususiyatga ega bo'lib, bo'g'imni namlaydi va amortizatsion xususiyatini berib turadi. Tog'ay to'qimasining hujayralarini oziqlantiruvchi manba hisoblanadi va bo'g'imni begona agentlardan, infeksiyadan himoya qiladi. Kasallikning xavf omillari: yelka bo'g'imida o'tkazilgan jarohatlar, yelka suyagini boshchasini avaskulyar osteonekrozi, bo'g'im displaziyalari, yelka bo'g'imini chala chiqish holatlari, og'ir atletika va jismoniy yuklamalarni borligi yoki bu mashqlarni noto'g'ri texnikada bajarish, revmatik va endokrin sistemasining kasalliklarini mavjudligi, organizmda kalsiy, vitamin D, kollagen va boshqa mikroelementlarning yetishmaslik holatlari. Yuqoridagi xavf omillari natijasida yelka bo'g'imida yallig'lanishli degenerativ o'zgarishlar boshlanadi va bo'g'im tog'ay plastinkasida qaytmas degenerativ o'zgarishlar yuzaga keladi. Natijada bo'g'imda osteofitlar paydo bo'ladi va bo'g'imda kontraktura va deformatsiya holatlari rivojlanadi. Kasallikning belgilari: yelka bo'g'imini hamma yo'nalishlari bo'ylab bukish, yozish, uzoqlashtirish, yaqinlashtirish, tashqi va ichki rotatsiyada og'riqlarning borligi, bu sferalar bo'ylab harakatlarning cheklanishi, shu harakatlarda krepitatsiya, ya'ni bo'g'imda qirtillashning mavjudligi va karaxtlik. Kasallikni diagnostikasida quyidagi klinik testlar o'tkaziladi. Kodman testi. Vrach bitta qo'lining barmoqlari bilan bemor yelka bo'g'imini ushlaydi, ikkinchi qo'li bilan bemorni qo'lini passiv harakatga keltiradi. Natijada bo'g'imda shiqillash, ya'ni krepitatsiya kuzatiladi. Jobe testi. Bu test bo'sh chashka testi deb ataladi. Bu test o'tirgan yo turgan holatda o'tkaziladi. Bemorni tirsagi 30 gradusga bukilgan holatda yelkalar 90 gradusga uzoqlashgan holatga keltiriladi. Natijada bemor qo'lini ichki rotatsiya va tashqi rotatsiya holatlariga keltiradi va bu harakatlarga vrach qarshilik ko'rsatadi. Bu qarshilik natijasida yelka bo'g'imida og'riqlar kuchayadi. Bu testni tirsak bo'g'imini bukmagan holatda ham o'tkazish mumkin. Nira testi. Bunda bemor kuragini bitta qo'li bilan ushlanadi, vrach ikkinchi qo'li bilan bemor qo'lini yuqoriga ko'taradi.
Qo'lga bosim beriladi va yelka bo'g'imida og'riq kuchayadi. Hawkinsa Kennedy testi. Yelka bo'g'imi 90 gradusga bukiladi va tirsak bo'g'imi bukilgan holatda ichki rotatsiya harakatlari amalga oshiriladi. Og'riq kuchayadi. Dauborn testi. Vrach og'riqli yelkani bir qo'li bilan uzoqlashtiradi, ikkinchi qo'li bilan bo'g'imni palpatsiya qiladi. Bu harakatda bo'g'imning ichki bosimini pasayishini hisobiga og'riq hissi yengillashadi. Fizikaviy usullar, rentgenografiya usuli bunda yelka bo'g'imini osteoartritini Kalgrin va Lawrence bo'yicha darajalari aniqlanadi. Bundan tashqari osteofitlarning borligi, bo'g'im tirqishini holatlari shu tekshiruvda ko'riladi. Bundan tashqari yelka bo'g'imini magnit rezonans tomografiya, ultratovush tekshiruvi usullari ham o'tkaziladi. Kasallikni davolash quyidagilardan iborat. Nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalarni tizimli qo'llash, xondroprotektorlar, ya'ni tog'ay to'qimasi hosil bo'lishini yaxshilovchi moddalar, miorelaksantlar, vitamin kompleks preparatlari, shishga va yallig'lanishga qarshi dori vositalari, glyukokortikosteroid moddalarini mahalliy inyektsion terapiya sifatida qo'llash va yallig'lanish o'tgandan keyin bo'g'imga gialuron kislotasini bo'g'im ichi terapiyasini o'tkazish, bo'g'imga polinukleotid komplekslarini mahalliy qo'llash, fizioterapevtik davo muolajalari va osteoporoz bilan kurashish, ya'ni antirezeptiv terapiyalarni amalga oshirish. Agar yuqoridagi konservativ davo muolajalari yordam bermasa va kasallikni og'irroq bosqichlarida yelka bo'g'imini endoprotezlash amaliyotlari bajariladi. Agar shunday holat yuzaga kelsa, albatta ortoped travmatolog mutaxassisiga murojaat qiling. Rahmat.